bilsanglar, bitta motorni olib qolgan edik remont qilishga. O'sha motorni tekinga, o'sha proyekt boshlanish hisobiga motorni tekinga qilib berishga niyat qildik. Endi har kimga misol uchun 500 ming, 600 ming yoki 800 ming rasxod qilish yoqmaydi. Endi tekindan tekin u odamga sovg'a qilamiz. Sizlar bilan birgalikda podpiska bo'lishni davom etinglar. Xudo xolasa keyingilarda ham misol uchun motor qilmaymiz albatta. Podpiska bo'lishni davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham katta yengilliklarimiz oldinda. Tuning qilamiz, misol uchun bo'yab beramiz. U proyektlar hali ozgina vaqt kerak u narsalarga. Nima deyotgandim o'zi? Oxiriga boshqadir qo'shaman. Xullas, akalar, hamma uchun rahmat, e'tiboringlar uchun. Mana shu vaqtinglarni ajratib shu videoni tomosha qildinglar. Like, comment, podpiska, repost. Dalsha, xudo xolasa bundan ham katta proyektlarni birgalikda davom ettiramiz. Mana sport bayklarda yoki tog'ga chiqadigan kvadrotsiklni, shular xullas o'shalarda davom ettiramiz. Hammaga rahmat.